to'g'risini aytaman, FIFA nomard ishini qilyapti. To'g'risi mana. Bu nima qildi boya FIFA? 1 soat o'ynadim. 1 soat translyatsiya qilmoqchidim. Yarım bo'pti bular. Do'stlar, hamma kommentga FIFA nomard deb yozib ketinglar. Iltimos sizlardan. FIFA nomard deb yozinglar. FIFA nomardsan deydi. Rasasalarni yozdi. 2 yurtda oxirida последний атаканы qo'yib bermadi. Bir gapiradi. Faradan yoniga keldim, o'chib qoldi. Alamli mag'lubiyatdan mana shu alamli mag'lubiyat. Mana shu yutuqsa bo'ldi ketdi o'zi. Qo'llar bo'ldi mag'lub. FIFA. Rasasamizda bu FIFA. Xudo. Hozir nimaga kamerangni yoqlayapsan? O'tgan safar yoquvding-ku deysizlar. Kamerani yoqsam o'yin qo'yib o'ynab bo'lmas darajada qo'yibdi. Shunda kamerani o'chirib mikrofonni yoqdim. Ikkalasini birdan yoqsam bo'lgani bum desa kerak telefon. Nico Williams terildi Marco Cucurelladan o'tmadi. Undan tezki yonimga kel. Haromga kel. Unai Simon. Sanki plaslar yaxshi. Krakanda hozir offset bo'lmaganda. Offset bo'lmaganda bilmadim, super gol bo'lardi-da. Pas. Unai Simon. Varatado Unai Simon. Ko'ryapsizlar o'zlari qochishni. Nima qildi hozir? Kim uchundir shu harakatga. Undan chiqib ketmadimi? FIFA nomard deyapman-ku. FIFA nomard deyapman-ku. FIFA nomard-da shunaqa o'zi. FIFA nomard. Nimaga hozir endi o'zi to'p boshqa yerga o'tib ketdi? FIFA nomard.
Qaysi birdan? 5000 qancha bu? 5000ligi? Ha? 5000ligi bormi? Mana. 5000ligidan berdi uka. Qaysi rangidan? Bilmadim endi FIFA nima qilyapti, qayerga qarayapti, nimaga unaqa bilmadim endi. Mana shuni qo'yib bermasa endi bilmadim nima bo'ladi endi. Endi golda bu, gol bo'lmasa meni loh deysizlarda men endi. FIFAga ham tupurdim, o'yiniga ham tupurdim. Hozir urolmasam loh bo'lardim, loh. Pas. Tiki-taka. Ya, tiki-taka bo'lmadi. Tiki-taka, ye. Tiki-taka qilib tashyapti. O'zi, pas bilan chiqib ketyapti bular. Ye. Husanov. Zo'r olib qo'ydim-da, lekin o'sha gol bo'lsa zo'r bo'lardi. FIFAning ustidan shunaqa kulardim. Mana FIFA nima qilyapti endi? FIFA nima qilyapti mana endi? Ataylab qildimmi hozir endi? FIFA lekin nomardsan-da FIFA. Nimaga hozir endi o'zi qochib ketdi? Biron nima aytinglar, sizlarda ham shunaqa bo'ladimi o'zi? O'zi zo'r paytda qochib ketadi. Penalti deydi hozir, penalti deydi. Nomardlar penalti deydi. Hakamni sotib olganlar. Ye. Mana shu belgi nimaga chiqadi? Zamina shu paytda chiqish kerakmi? Hozir nima bo'ldi hozir? Uxlaymi nima? Nomardlar imperiyasida. Nomardlar imperiyasi qochdi ko'ryapsizlarmi do'stlar? Qochdi ko'ryapsizlarmi? Jonimga tegib ketdi shunaqa qochishlar. Ya nimaga hozir meni to'p meni bo'lsa nimaga qotyapti bu? Qara penalti dedi. Shu Yamalni yoshligini hech yoqtirmayman-da, shu harom. Nimaga hozir endi qochdi? Biron nima deylar izohda. Charchadimda mana shu muammodan charchadimda. Menga kelsa to'p o'tadi. Mana shu muammodan charchab ketdim lekin qaranglar. Последний атакаga ham qo'ymaydi bular.
Qaranglar, o'yinning oxirida qochishni. Sog'lik, salomatlik hammaga.